Bugun sizlarga ko'pchilik o'xshatib bilmaydigan ag'zatchiqqa retseptini beraman. Bizlarga kerak bo'ladi sut, 1 litr sutda ataman bugun. 1 litr sut, 3 dona tuxum, 1 qoshiq mayonez solamiz, tuz solamiz. Keyin masalliqlarimizni qizdirib olamiz. Iliqdan issiqroq bo'lishi kerak. Dro'jji solamiz. Unimizni solamiz. Xo'shgina deb xamirga oramiz. Keyin üstüne shimishga yog' solamizdan yana cho'zamiz xamirni mushlamizdan. Xamirni cho'zib aparib kelib o'shani yatishimiz kerak. Yildirab chiqadi shunda xamir. Ishni bo'lib qo'shib chiqadi xamirimizni ajitmaga bir seta qo'yamiz. Keyin nachinkamizni sepamiz. Etjon, piyoz, koriskiy tuz, oddiy tuz solamiz. Menda koriskiy tuz qolmagan oddiy tuzdan ishlatdim. Oddiy qo'ydim. O'zi ag'zatchiqqa hammasi xamirida qizlar xamiri o'xshasa, boshqa hammasi o'xshaydi. Xamirimiz ham ochidi. Kichkina mitiklarga bo'lib chiqamiz endi. Tomaloq deb. Başta 50-60 gramdan bo'ladi har birisi. Endi yuvib qaytib yayamiz. Nachinkamizni solib, bo'kib tashlaymiz. İşini usulda bakamiz yine. Men kameraga qarab yoqib qaytib ketmasdan uncha ko'rinmay qoldi. İşini chiqadi yine. Endi buni qatmasa yog' surtib teshilmaga qo'yamiz bir. Havo qarabdan issiq bo'lsa tezroq pishadi, bo'lmasa ko'p vaqtda. Meniki bir 40 minut bir soatlarda chiqdi. Endi ağzını pes qaratib qizg'an yog'ga solib beramiz. Pes qo'yib pishiramiz. Şimdi ishlarni yog' solib berib. Şimdi ichlari sochni bo'lib chiqadi.